Videolarni tanlaysiz va 1 daqiqaga ham bormasdan dastur sizga avtomatik montaj qilib beradi. CapCut'da templates, ya'ni shablonlar hozirgi kunda foydalanish va video tayyorlash uchun juda ham qulay. Biz ana shunaqa templateslardan birini foydalanishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda nimalar bor? Bu yerda use template tugmasi bor. Uni bosadigan bo'lsak, bizga video tanlashimizni aytadi va biza galereyamizdan kerakli videolarni tanlaymiz va iloji boricha qirqilgan o'sha sekundga mos videolarni tanlasak ishimiz osonroq bitadi va birdaniga dastur bizga bir necha soniyalar ichida montajni tayyorlab beradi. Shuningdek, bu yerda 4 ta tugmacha bor. Eng pastda demak Instagramdagi juda ham o'xshash saqlash tugmachasi. Buni bossanglar o'sha templateni favoritlarga saqlab qo'yadi. Shuningdek, kommentariy yozishinglar mumkin va yurakchani bosib like bosishinglar va plus belgisini bosib o'sha mana bu templatni yaratgan insonga obuna bo'lishinglar mumkin bo'ladi. Shuningdek, bu yerda 3 ta nuqtachani bosib, mana shu templatni linkini copy qilib, mana copy link tugmachasini bosib, buferga saqlab, Telegramga kirib yoki soобщение orqali boshqalarga jo'natishinglar mumkin. Ular ham xuddi o'sha linkdan bosib, CapCut'ga kirib, bu templatdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Xuddi shu linkni biz OnTech Telegram guruhimizga ham tashlab qo'yamiz. Kirib bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Templateslar bo'limida juda ham ko'p templatlar bor. Sun'iy intellekt orqali tayyorlanadigan videolar ham bor. Hammasini ko'rib chiqinglar. Albatta o'zingizlar uchun kerakli, qiziqarli templatlarni u yerdan topishingiz mumkin bo'ladi. Templat davomiyligi 22 sekund va 5 ta video ishlatilgan. Use templateni bosamiz. Demak, use template tugmasini bosamiz va birdaniga bizga rasmlarimiz va videolarimiz chiqadi. Rasmlar va videolardan keraklilarini tanlaymiz. 5 ta o'zimizga kerakli videoni tanlaymiz. Birinchi videomiz 4 sekund, qolganlari 3-2 sekund. Agar bizda 4 sekundga moslangan o'sha tayyor videolar bo'lsa, ishimiz yana ham tezroq bitadi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi va beshinchisi. Bo'ldi, video tanlash yopildi. Next tugmachasini bosamiz. Demak, effektlar yuklanyapti. Bir necha soniya ko'ryapsizlar. Video уже tayyor. To'g'ri, unaqa siz templateni ko'rgandaqa juda ham dahshat chiqmaydi, chunki u yerdagi kadrlar boshqa, bizning kadrlarimiz boshqa. Lekin xuddi o'sha usulda montaj qilingan videoga ega bo'lamiz va bu bir necha soniyalar ichida ro'y beradi. Agarda siz xuddi shu effektlarni o'zingiz montaj qilaman desangiz, mabodo sizda pro versiyasi yo'q bo'lsa, mana bunaqa qirqishlarni bajarish sizdan juda ham ko'p vaqt oladi. Aynan mana shunaqa qirqish va effektlarni bajarish. Xo'p, bu yerda ikkitagina tugmachasi bor pastda. Demak, birinchisi videolar, videoni ustiga bosamiz. Bosganimizda 4 ta funksiya ochiladi. Bizga eng keraklisi bu yerdan replace bosganimizda yana xuddi boyagi video tanlash oynasi ochiladi. Mana bu birinchi videoni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Trim ikkinchisi biz uchun eng keraklisi. Ya'ni siz telefoningizda syomka qildingiz, syomka qilgan videoyingizni mana bu yerga tanladingiz va syomkani boshida qo'lingiz qaltiraydi, kamerani joylashtirib olganingizcha videoni boshi biroz tartibsizroq, xunukroq bo'ladi va mana bu o'sha templatga, shablonga o'sha videoni qo'yganingizda aynan o'sha joyini birinchi ko'rsatib qo'yadi. Siz mana bu yerini surib, videoni keraksiz qismini o'tkazib yuborib, o'zingizni videoyingizni kerakli qismiga moslab, mana pastdagi galchkani bitta bosasiz, ya'ni o'sha sizda videoni tartibsiz qismi o'chib ketadi. Shuningdek, har bitta videoni mana shunaqa qilib tanlasa bo'ladi. Qaysilaridir crop qilsa bo'lar ekan. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, crop tugmachasi ochildi. Bu o'sha mana bu rasm uchun, ya'ni videoni o'sha mana shu qismini dastur o'zi rasm qilib saqlab oldi. Ana shu rasm uchun crop funksiyasi ochildi. Bu yerda ko'ryapsizlar, tugmachalari biroz boshqacharoq. Mana bunda ham xuddi shunaqa funksiyachalar bor. Xo'p, bu umuman olganda bizga kerak emas, chunki dastur hammasini juda ham chiroyli qilib bajaradi. Shuningdek, bu yerda filtrlar bor. Filtr qo'llashimiz mumkin bo'ladi har xil rangini o'zgartirish uchun. Menimcha bu ham shart emas. Va volume tugmachasi bor. Volume demak videodagi kadrni o'zini ovozi. Bizda hammasiniki nol qilingan. Xo'p, bundan chiqamiz. Audio tugmasiga o'tadigan bo'lsak, audioda extract audioni bossak, bizning galereyamizdagi videolar ochiladi. U yerdan biz tanlagan videoni ovozini qirqib, mana bu videoga o'rnashtirib beradi. Yoki add sound qilamiz yoki mana bu ro'yxatdan tanlaydigan bo'lsak ham,
biza tanlagan musiqani videoga o'rnashtirib beradi. Menimcha bunday qilish kerak emas, chunki mana bu montajni qilgan editor xuddi mana shu o'zi qo'ygan musiqaga moslab montaj qilgan va CapCutga joylagan. Siz hozir bunga boshqa musiqa qo'ysangiz, mana bu effektlar, mashinalarning uchib chiqishi umuman yarashmay qolishi mumkin boshqa musiqaga. Xo'p, buni eksport qilish qanaqa bo'ladi? Eksport tepada eksport tugmachasi bor, ya'ni qilingan videoni galereyaga saqlash. Ko'plab yurtdoshlarimiz izohlarda so'rashgan, videoni tayyorlab bo'ldim, qanaqa qilib yuklab olsam bo'ladi? Video yuklanmaydi, ya'ni galereyaga saqlanadi. O'sha eksport qilish, bu videoni saqlab olish. Eksportni bosamiz, bu yerda add yozuvchasi bor. Menda CapCut'ni bepul versiyasi, ya'ni Pro sotib olganman, Pro limit tugagan. Shuning uchun ko'plab reklamalar chiqib ko'p vaqtingizni olib qo'yadi. Hozir eksportni bosganimda ham katta ehtimol bilan menda reklama chiqadi. Va bu reklama o'tkincha ko'rishga majburmiz. Reklama tugadi menimcha, nazat qilamiz bitta. Xo'p, nazat qilganimizda hech narsa ishlamayapti. Play Marketga o'tib o'sha qanaqadir dastur reklamasiga o'tib ketdi. Aniqrog'i reklamaning sekundi bu yerda sekundi qanchalik ko'rinmagan, shunchaki reklama ko'rib bezor bo'lasiz. Agar reklama ko'rmasdan videolaringizni sifatli qilib, hamma funksiyalarni ishlatib montaj qilishni xohlasangiz, albatta shu reklamani sizlarga yana reklama qilgandan ko'ra mana shu tepani tushirib qo'yganim yaxshi. Videolaringizni sifatli qilib montaj qilmoqchi bo'lsanglar, albatta Pro sotib olinglar. Ya'ni CapCut sizlarga daromad keltirsa qanaqadir, albatta Pro sotib olib ishlatinglar. Endi boshlovchilar bo'lsa ham. Endi boshlovchilar uchun standart va Pro tariflari bor. Albatta Pro tarifini sotib olishni tavsiya qilaman. Uni oylik to'lovlari $10 dan qimmat. Lekin hozir yangi yil munosabati bilan 50 yoki $60 yillik paketda yarmi, ya'ni $30 ga aksiya qilyapti. Menimcha aksiya muddati qolganiga 1 kun qolgan. Bu haqida keyingi videolarda ma'lumot berib o'taman. Albatta uning uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni montajga qiziqadigan, havaskor, o'qituvchi yoki blogerlik qilmoqchi bo'lgan yoki qanaqadir o'zi hayotda videolarga olib, chiroyli joylarni videolarga olib, taxlashga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Va nihoyat reklama tugadi. Tepadagi X belgisini bosamiz. Yana reklama tugashini biroz kutib yana bosamiz va eksport tugmachasi chiqadi pastda. Eksportni bosamiz. 1080p, ya'ni Full HD kачествоda buni eksport qilib beradi. FPS-ni aniqini bilmayman to'g'risi. Bu demak eksport qilishi unchalik ko'p ham vaqt olmaydi, chunki video davomiyligi juda ham qisqa. Ko'plab foydali ma'lumotlar uchun Ontech YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Biza CapCutda montaj qilish, Wayne'da montaj qilish, CapCutni kompyuter versiyasida montaj qilish va nasib bo'lsa videoga syomka olish bo'yicha, video syomka qilish bo'yicha ko'plab darslar va joylab borishga harakat qilyapmiz va joylab boryapmiz. Noldan o'rganuvchilar uchun darslarimiz juda ham ko'p va albatta noldan sifatli tarzda o'rganib olishinglar mumkin bo'ladi. Video bizning galereyamizga saqlanib bo'ldi. Uycha belgisini bosamiz va bosh sahifaga qaytamiz. Bosh sahifada ham o'zgarishlar 4 ta: profil belgisi, proyektlar va templateslar va edit. Mana shu 4 ta bo'limda biz demak templateslarda ko'plab templatlarni topishimiz mumkin bo'ladi. Eng trendga chiqqan templatlar ham shu yerda. Mana bular sun'iy intellekt orqali ishlagani uchun buni foydalanish uchun sizda standart obuna bo'lishi kerak. Ko'plab foydali ma'lumotlar uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. CapCutni qanaqa qilib arzonga to'g'ri yo'l bilan sotib olish haqida keyingi videolarda ma'lumot beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar.